Bu yoqda 2 qavatli uy, bu yoqda 1 qavatli uy. Juda ham zo'r chiqqan ekan, fayzli xonadon, qaraydi. O'rtada chiroyli fontan, yozgi oshxonalari, bu yoqda sauna va sanuxollar joylashgan. Kotelnimiz alohida qilingan. Bu yoqda bitta oshxonamiz va katta zalimiz joylashgan. Endi 2 qavatli binomizga o'tamiz. Qani ketdi. Uyimizga shunday kirib kelishimiz bilan chiroyli prostorniy hol kutib oladi bizlarni. Kattagina razmerda, o'ng qo'limizda har kun o'tiriladigan, televizor ko'radigan zonamiz. Video cho'zilmasligi uchun sal tezlashtirib olib beraman. Ikkinchi qavat, birinchi qavat, chap qo'lda kattagina zalimiz joylashgan. Ikkita qismga bo'lingan. Bu yoq ovqatlanadigan zonasi, bu yoqda divanli zonasi qilingan. Podvolimizda kinoteatrning, namozxona, prachniy xona, sport zallari ham joylashgan. Mehmonlar uchun alohida hojatxona o'rta eshikda, bu yoqda spalnyamiz joylashgan. Razmerlari kattagina, yaxshi holatda. Shunga kirganimizda birinchi garderob shkaflarimiz va bu yoqda sanuxolimiz joylashgan. Shu birinchi podvolni ko'rsatmasam bo'lmadi. Shuni tushganimizda podvolga o'ng qo'limizda sport zal joylashgan. Keyingi xonamiz bu yerda garderobning chiroyli qilib podiumga o'xshatib qo'ygan ekan. Bu yoqda albatta namozxonamiz, uyimizning nachinkasi bu. Qaraydi, juda ham zo'r chiqqan. Stil o'zgacha. Uy zo'r ekan, haqiqatan ham mehroblargacha qo'yilgan. Ayollarimizga oshxonadan keyin ikkinchi o'rin turadigan prachniy xonamiz. Juda ham qulay, to'rda vanna, ikkita kir mashinasi, полностью mebel qilingan, stroyni ko'rib turganingizdek, sushelkalari ham. Endi potalka kafel urilgan. Endi vaqt o'g'irlaydigan joyi ko'rsataman. Bu yoqda kinoteatrning xonamiz. Kattagina razmerda bu yo'q ham. Endi ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Endi mana ikkinchi qavat ko'tarilyapman. Ko'tarilganda kattagina hol bo'ladi. Chap qanotda uchta spalni yonma-yon joylashgan. Bunisi o'zining ichida alohida sanuxollari ham bor. Birinchi garderob bilan boshlanadi. O'ng qo'lda vanna, burchada dushovoy ham qilib ketilgan. Beda unitaz. Yangi xonaga o'tamiz. Bu yoqda yana bitta spalnya, katta stroyniy shkaf. Bu yerda xuddi shunaqa sanuxoli bor. Lyustralarni ko'rsatmayman, kattagina qilingan. O'ng qo'limizda bitta spalnyamiz. Chap qo'lda yana bitta spalnyamiz. Bu uyimiz Yunusobod tumani Katta Hasanboy joylashgan, sotilyapti, narxi $850 ming.